5-iyunda tashlagan bodringlarimiz xudo xohlasa Miracle bodringlarimiz ancha katta bo'lib qoldi. Bugungi sanamiz 14-iyun. Hozirgi kundagi holati juda ham ajoyib holatda. Kecha kechki payt rotter va yantarni kislota berdim. 10 litr suvga bitta baklashgan qopqog'ida 20 gramm rotter berib 10 litr suvga berdim va shu ko'chatlarimizga bemalol yetdi. Endi keyingi ozuqalarimizga ozgina kalsiy qo'shib yuborsak bo'ladi. Buni ziyoni yo'q. Holati tobora chiroyli holatga kelib boryapti. Bu esa bizni juda ham xursand qilyapti. Mana eng oldilari mana shunday baklari yoyib qo'ygan. Ozgina turpoqlarda begimiz tagida chuqurroq ekilib ketganlar esa ozgina chiqishi qiyin bo'lyapti, lekin mana shunday bo'lib chiqyapti. Keyin buni vaqt o'tishi bilan nima qilamiz? Agar o'sib ketadigan bo'lsa, har bitta kasetalarimiz orasini ochib chiqamiz. 5 sm, 10 sm qilib orasini ochib chiqsak, orasidan havo aylanib yana ham chiroyli holatga keladi. Hozircha ochish shart emas, chunki namni yaxshi ushlash kerak. Baklar ham juda ham katta emas. Yaxshi. Hozircha shart emas. Baklarni katta yoyib bo'lish bilan shunaqa ochib tashlaymiz. Agar mabodo tezda ekib yubormasak. Xudo xolasa buni katta qilmasdan iloji boricha yoshlik paytidayoq ekishlikni niyat qilib turibman. Buni tomirlarini o'rab nima qilgandan ko'ra vohroq ekib tashlasak juda ham zo'r bo'ladi. Mana shunday do'stlar. Bu faqat ertadan kechgacha quyoshda turmaydi. Shuni ham aytib o'tish kerak. Tepamizda mana shunday soya bor, atroflarimiz ochiq. Bir obedgacha quyosh to'g'ri tushadi. Obeddan keyin esa mana shunday soyani tagida bo'ladi. Tokimiz tepasiga shu soya sepgan qilganmiz. Shu sababli yorug'likda muammo bo'lgani yo'q. Juda ham chiroyli holatda ketyapti. O'sib ketish u bu narsa bo'lganicha yo'q hozircha. Mana xudo xolasa menimcha yaxshi. Endi bitta ikkita chiqmay qolganlari endi bu tabiiy bo'lib turadigan narsa. Endi harakat qilaman. Ikkitadan chiqqanlari bor. Shu ikkitadan ehtiyot qilib olishlikka shularni o'tkazib qo'ysak bo'ldi. Bularga yana bir marta Redam Gold va Maxim berib yuboraman. Xudo xolasa ekishdan oldin yaxshilab sug'orib turib botirmasdan ekib yuboraman. Xudo xolasa shu yetadi. Kim ko'cha chiqarayotgan bo'lsa, shu Redam Gold va Maximdan birinchi suvdanoq berishliklarini sizlarga tavsiya qilaman. Xudo xolasa valasi Allohdan sababini qilsak, mana shundan chiroyli bo'lib chiqadi. Do'stlar, e'tibor uchun juda ham katta rahmat. Bizning kanalimizga kuzatib boring. Xudo xolasa bularni ham ekishlikda yozda butkul boshqacha qarov bo'ladi, erta bahor jicha boshqacharoq. Shu sababli bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaring, birinchidan videolarimiz boradi va qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchidan yetib boradi. Xudo xolasa foydasi tegib qoladigan umiddamiz. Ko'chatlarimiz mana shunday holatda. E'tiboringiz uchun rahmat.